Bo'ynimga nimadir tirab, baqirsang o'ldiraman degan. Bugun kechagi voqeani davomiga o'tsak, stadionga olib boradigan tupik ko'chada rus insonlarning uylari bo'lgan va o'sha uyda juda ham katta kuchuk bor edi. O'sha kuchuk uchun maxsus uyi baravar qilib rishotka yasab qo'yilgan edi. Yosh bola edim, lekin ichimdan nimalar his qilganimni hozirgacha his qilsam juda ham dahshatga tushib ketaman. U ayol orqa tarafimdan ushlab turardi, baqirsang o'ldiraman derdi. Og'zimni baqirganim uchun qo'li bilan yopib olgandi, og'zimga nimadir tirab turardi. Shu payt o'sha kuchuk hayotimni saqlab qolgan desam ishonasizlarmi? Shunchalik katta kuchuk ediki, hattoki akillashidan qo'rqardik. Shu payt o'sha kuchuk akillab butun ko'chani larzaga soldi. Ko'chaning boshidan ukam va dugonam ham yetib kelishdi va u ayol kimdir chiqib qolishidan qo'rqib, menimcha ko'chani narigi tomonidan qochib ketdi. Biz esa ukam bilan shu darajada qo'rqib ketdikki, hattoki 9-sinfligimgacha bu voqeani ota-onamdan, yaqinlardan yashirib kelganmiz. Dadajonim haligacha bilmaydilar. Hozirga kelib tushunib yetdimki, u ayolning asl maqsadi qulog'imdagi katta karatli tilla rombik sirg'am bo'lgan. Bu voqeadan keyin 3-kursimgacha tilla sirg'a taqmaganman. Avvallari yengilroq edi, hozir juda ham avj olgan. Farzandlaringizga hushyor bo'ling. Ota-onam bizni shu qadar Alloh panohiga topshirib qo'yganki, har xil vaziyatlarda ham Allohim panohidan joy beradi. Savollaringizni kommentda qoldiring va menga podpiska bo'lib qo'ying.